Hey yetmay. Qayerga ketyapsan? Dadama muxlislarim kutibdi. Qanaqa muxlis? Bugun yakkaxon konsertim bor. O'ta muhim. Bormasam bo'lmaydi. Rostdan. Ha? Munosabatcham bitta duo qiling. El yurt oldida yuzing yorug' bo'lsin. Muxlislaring oldida boshing yerga qaramasin. Amin. Alloh. Sog' bo'ling. Bor bacham. Bor. Bor bacham. Hamsiya! Hamsiya! Nima? Gapiring. Bachangiz diskotekada o'ynab o'tiribdi. Ha? Diskotekada? Yuring, yuring. Shumi yakkaxon konsert, ha? Shumi? Haydada ishim bu meni. Qanaqa ish bu diskotekada o'ynash ishmi? Ha? Siz ham qo'rt bezor etdingiz agar, boki. Hamsiya, Makkada zo'r ekan. Din bo'lish shashligisi bor. Yeysizmi? Shu paytda nima kerak hozir, ha? Dada, men qarang, siz tushunmaysiz palajinani. Bu yerda hozir bitta bacha bilan men bellashib o'tirman. Yutsam agar 50 ming dollar beradi men. 50 ming? Ha. Jiyan, asani beqiliq qiliqlaring dadang nima der ekanda? Dadang ham makka o'ynagan. O'zi mana nima uchun sevib qo'ygansiz? Sani tirnoqlaring sevib qolganman. Biron nima yeymizmi? Menga milkshake bez мороженого. Bez morojono? Keyin lukma bez shokolada. Keyin choy yagodный, bez yagod. Yagodный choy bez yagod? Да. Ճանապարհը թոմստանի վարդերի բանատես Ողջ մարդեզի ծանիքները որնավիր Yana biron nima ichasanmi, jonim? Тогда давайте кола без сахара. Nima balo? Biz. O'zi ham bezmiya bo'lmasa bo'ldi-da. O'zi yo'q, qanaqa joy? Bundan oldin kelmagan ekanman. Bu joy asalim Lukmako. Buxoroda yangi ochilgan joy. Shirinliklar zo'r bo'lgani uchun san shu yerga olib keldi. Yonida Orzu burger bor. Telegram boti bor bular. Xohlagan narsangiz zakaz qildiraman. Xohlasang bo'ldi asalim. Biron nima ichasanmi yana? Ha, suv. Bez gaz faqat. Uf. Bezor qildi boki. Jonim, senga padarkam bor. Ana o'ynayapti. Серьезно? Bez iPhone. Սիրն բացել սերն կանչել որից մոտացա Ibi, hamsiya? Aysma! Kim bu? Tutdimmi video qoldim mana. Nimani yig'ishtiraman? Kim bu? Gap eshitdik. Gapir, nima deysan? Bunda puli ko'p. Jentr oldirdim. Ro'yxatdan uy oldirishga keldim. Istaman, jim o'tiring. Rostdan. Ha. Jintransaga olib berdim. Hay, hech kim aytmayman. Menga qara, bo'lmasa shunday dugonasidan menga ham bitta topib ber. Dugonasini gaplashib bersam hech kim aytmaydi. Aytmayman, tamom. Ana. Shumi? Bo'ldi. Boring. Tamam. Uy olib bersa bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, uy deyman ha. Nima uchun meni uchrashuvga chaqirdingiz? Endi to'g'risi shu rohatdan bitta uy olib berasizmi deb uchrashdim. Qanaqa uy? Ibi. Dugonangiz hamsiya ham rohatdan bitta uy olib beribdi-ku. Shunday. Ha, dugonam ro'yxatda rahbar bo'lsa, men ro'yxatda bir oddiy ishchi bo'lsam, o'zimga uy yo'q. Qanday sizga uy olib beraman? Ular meni aldabdimi yo? Siz uyga boravering-a? Ismat aka qarang. Ha, jo'nim. Shu uyni 3-etajini sizga qilib bersam, yoqadimi? Ana shu 3-etajda balkon shu yangi O'zbekistonga qarasa birga o'tirib balkonda choy ichib bilan jonim balkonga chiqib ikkalamiz bog'ga qarab turib, kofe choylarni ichib. Rahmat jonim. Ha, mashinliklar. Hozir 2 minut. Bezor qildingiz, borki, bezor qildingiz. Qo'lingiz oling hamsiya. Dugonasini gaplashgansiz uy olib beradi degandingiz. O'zida uy yo'q, menga qayerdan olib beradi uyi? Dugonasini gaplashingiz, uy demadingizmi? Menga qarang, uy olib bermasa, men ham siz videolaringizni xotiringizda ko'rsataman. Menga vaqt yo'q. Siz hech kim uy olib bermaydi. Qanday olib bermaydi? Ana olib bersin, siz olib berasan menga. Kimga uy olib berish kerak ana? Mana men olib beraman. Yo'q, hech kimga uy kerak emas. Nimaga kerak emas? Menga kerak. Yo'q, kerak emas bunga. Nima kerak emas? Menga. Nima qilyapsiz? Menga qarang, qarash uy bersa menga bitta bersin, sizdan ketmaydi-ku, mollari bo'lsa qarashaman, jon. Men xizmatim qilyapsiz. Siznikini ham qilaman. Uyda choy bilan uni. Hamma ish qilaman. Bo'ldi, unda olib beraman. Olib berasizmi? Hamsiya uy qayerdan oldingiz? Bu ro'yxat birinchi obyekt. Men ikkinchi obyektdan oldim. 3-etajdan. Menga qaysi obyektdan bo'lsa ham bersa bo'ldi. Menga yangi O'zbekistonga qarab turibdi-da, balkonchasi bor. Shunday balkonga qaratib. Nima?
choy ichamiz. Choy men damlab kelaman hamsiya. Dinamo kalsiy. Men choy damlash yerda odam kerakmi? O'zingizda yashayvering. Xizmatlaringizni qilaman dedim. Yo'q, uyimda boshqa odam kerakmi? Rahmat hamsiya. Sog' bo'ling. Shu cho'ti bir gap bor-da. Xotin, nimaga ochgan so'ling? Nima? Tushunmadim. Nima deyiladi ana bu? Xalta deyiladi. Ha, ana shuni och, men mushturlar so'ling. Yo'limga tegishli nimalar gapiring. Amsiya. Ha, Bu daraxt hosilancha nima mosuling? nimaga osilik? Nima bu uyda, nima? Shunga hosiling deyman. Turnik deyaptilar. Ha, turnik bu uyda. Telpagim daraxtga ilib qolgan, shuni olaman. Bacham, Ha, aldida. tualetda nima qilmagan uy topki? Onangimga. Bacham, men bu terazani tualetda nima qilaman? Ha? Aytma teshikda nimaligini. Tualetda nima bo'lmasligi mumkin? Ha? Ha, bo'ldi, tushundim. Bor onang ayt, onang olib kelsin. Ha. Sen umuman tushunmaysan gapni. Hozir men bu televizor bilan kino ko'raymi tualetda, nima qilay? Ha, nimaligini aytmayapsiz-ku, nima kerak sizga? Nima? Tualetda nima bo'lmasligi mumkin? Ha, men tushundim dada. Nima ekan? Tushundim. Hozir olib kelaman. Bering. Ha, bu mas hozir. Mayli. Nima sallaman, izdivotsa qilyapsanlarmi? Oha, yo'q, bunday qilib sifatim Ha? kerak deylar. Yo'qal ko'zimga ko'rinma. Qaytib tualetga kirmayman. Sendirdi shuni bittasini ham dada. Men qarang, yangi yil kelyapti. Men podarka olib bermaysiz dada? Nima podarka olib bering? Amajorlarimda sensor telefon bor, menga qarang. Menda kinopka bir sensor telefon olib bering menga. Qisamagan bacham, olib beraman, nasib bo'lsa. Yana yiqildingizmi dada? Undan ko'ra menga qarang, oyog'imdan qarang menga. Jinski narsalar kiyib yurma. Amajoram yangi yil qishda zo'r oyoq kiyimlar olgan. Menga qachon olib berasiz? Onangimga. Ha, turg'izish olib beraman. Ha, dastrinangiz yo'q. Zokir, telefon so'rayapti yangi yil. Oyligim ol tushmadi. Nima qilishni bilmayapman. Shunday siqilib o'tiribsizmi? Ha. Hamsiya, Infinbankning Infinblack kredit kartasi bor-ku. Shunda hozir 20 yanvargacha olsangiz 5% qaytarishingiz mumkin. Rostdan. U uchun bankka borish kerak. Bankka borish shart emas. Telefoningizni oling, Infinbank ilovasini sketchat qiling, 5 minutda o'zim sizga rasmiylashtirib beraman. Man qani? Olib bering qani? Mang. Hamsiya 100 million so'mgacha kredit olishingiz mumkin. 50 kungacha 5%. Ana ko'rdingizmi? Rahmat hamsiya. Nima qilishni bilmayotgandim. Rahmat. Ishingchisi hamsiyadan so'ra yordam beradi. Rahmat Abdush hamsiya. Bacham, mana senga yangi telefon. O, rahmat Senga dada. oldi mana yangi. Lekin dada men iPhone aytadim-da, siz men Samsung ishlatmayman. Samsung ishlatmaysan? Yo'q, men iPhone kerak. Shukr et. Telefon olib berdim. Shukr